uchun 4 komplekt Xitoyda ishlab chiqarilgan spalni garniturlarni obzor qilib ko'rsataman. Birinchi komplektimiz 8069. Statsiyasi ideal holatda juda ham katta qilib ishlab chiqarilgan. Komplekti to'liq komplektda ikkita tumbuchka, trimo, chester, kravat, shifoneri. Ikkinchi komplektimizni ko'rsangiz bo'ladi. Xitoyda ishlab chiqarilgan, rangi молочный, holati ideal holatda, kravatimiz bosh taraf va oyoq taraflar eko kojadan ishlab chiqarilgan ikkita tumbuchkasi, trimosi, 6 eshikli shifoneri, taylarda ikkitadan tortmasi mavjud va o'zini отдельно bitta chesteri bor. Buni ishlari hammasi barxitli material qilib ishlab chiqarilgan. Uchinchi komplektimiz ko'rsangiz bo'ladi. Bu komplektimizga o'zgacha ta'rif kerak. Juda ham zo'r holatda turibdi. Bu ishlatilmagan desa ham bo'ladi. Ikkita tumbuchkasi, kravatning bosh taraflar, matraslar yangi ortopedik tashalgan. 4 eshikli shifonerlari, o'zini chesterga bitta e'tibor qarating. Juda ham skrom, juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan va komodchasi ham o'zgacha holatda turibdi. Ideal holatda. 4-komplektimiz ko'rsangiz bo'ladi. Velga zavodida ishlab chiqarilgan. 6 eshikli shifoneri, tagida ikkita tortmasi mavjud, kravatlari, tumbuchkalari va mayoqda o'zini отдельно tosh oynasi mavjud. Kimga qaysi spalgan turmush qiziq bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilinglar. Pastlarda telefon nomerlar yozilgan. Bizga bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat.